Mush ajab. Shunda issiq tutib ketdi meni. Kechma taz yaxshi uxlayolmayapman seni. Uyqun yaxshi emasmi? Voy, uyqum yaxshi emas. Oqshom bilan uxlagansan? Voy. Issiq tutib ketdi bek. Uxlagandek to'g'amdan faqat yaxshi uxlayolmayapman. Adaq bo'lsa tunish numar dukuni bor. Bir kirib chiqamda. Qayt qilgan maslahat vosib berib beray bilan, ha? Men aytdirgan shos bor. Men mush dukan shu apsi. Qada kam tishma. Tishmo yaxshimi? Maryam obdan tularni. Tashlab. Mushab tishkana. Konuşmasa. Kelib bir narsani aytdi. Obdan maslahat tabiyada. Va apsidan kim ijoz yo'q. Oqshimiz uxlayolmayman. İştaq bu qalğıram. Uyqum yaxshi emasmish, issiqlashib ketdim-o. Unda xo'sa siz hozir bizning faoliyatga ulguriblam kepsizlar. Mushu ma'lumning imzosi bilan ishlab chiqarilgan mushu asli oliy dinarni biz hozir faoliyat qatmiz. Asli bas 298 dan hozir 178 ga tushadik. Yana uningdan boshqa buningga bir qap balla kalsiy ichimligini qo'tib turibmiz. Mush faoliyatda haqsiz so'g'at qilamiz, to'g'ri. Ta'lim majmuasidan keyin doim ishlab yaxshi ishlab ushlab turibsiz. Mush ichib bir ko'rib baqsizlar, ta'sirim bak yaxshi. Ta'sir yaxshimi? Bo'g'da bo'lsa, anisini ichinglar, nevrlarga Allah taqilib. Bir chalmada ikki paxtani so'qitmiz bugun juma. To'g'ri. Endi bundan boshqa faoliyatlaring bormi, yo'qmi? Onun başqa faoliyati bor. Yana mushu 5-oyning 17-kuni shanba ma'lumning o'rinlashtirish bilan Yaqubjon Jo'rin kelib bir kun sog'lomlikdan haqsiz maslahat berdi. Yana mush filmni ko'rib yurak bayganligiga ayrim ko'ngil so'g'itimiz bor. Ko'ngil so'g'an yana bor degan gapmi? Bor. Magipingiz rasa? Yolg'on emas-a? Ras. Aniq adresingiz, telefon nomeringizni do'stlar foydalanib qolsin. Dukanning adresi bo'lsa, mashu Mingjoyan uy setishning qarshi tarafi Jinchonmo'yan o'ltiraqning ostiga joylashgan Qizilchiroq to'qmishdagi Chintip uzuqliqlarini maxsus setish do'koni. Telefon nomeri 133 0997 51 19. 5-oyning 17 kuni shanba kunisi sog'lomlikdan haqsiz maslahat so'rg'ash, bir qap setib olsanglar, bir qap so'q qiladigan faoliyatdan unumli foydalanishinglarni tavsiya qilaman.